Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 79. saniyede görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmenlerimiz programımız başlanğan günden ta bugün güngacha her sanımızda her bir Müslümandan çokum dinide roşan, iniq, dalil, ispat üstüge kurulan şekilde düşünüşü gerek boğan xilma-xil mavzularda toxtulup kelyapmiz. Rabbim inşallah ömrümüz yetkençe, bilimimiz yetkençe devam kılımız. Çünkü hayatımız İslam'dan ibaret bu dinden hiçbir zaman bütün hayatımızın her sahasını kaplagan bu güzel dinimizin körsetmesi boyunca, onun yol yoruqu boyunca doğru halette meniş üçün çokum bu dinimizi güzel şekilde düşünüşümüz gerek. Şunun için tirişip ketibatımız Rabbim söylengen bu oturgu koyulgan mazmunlarni layıqıda düşünüp şununğa göre amel kılışkan müyesser kılsın dep dileymiz Rabbimizden. Bugünkü şundaqla davamlı her daimlik programımızın aziz mekmeni hem Allah tanışıp boğan hürmetli Ustaz Şarkı Türkistan Ölümalar Birligi azası şundaqla Dünya Müslüman Alimler Birligi azası Abdurrahman Cemal Kaşigani'ni teklif kıldık. Kıymetli vaxtdan çıkarıp qadam taşırıp kılğanlar üçün köp rahmet etimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarixli otudu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programma alaqadar fikir teklif berişanlarni şundaqla köpligen qayrindaşlarımızdan paydalanışı üçün hem bahirlap qo'yishni unutulmag'aysizlar. Albatta bu sizlar uchunmi har bir musulmon shuni biladi ki yaxshilikqa chaqirg'uvchi, da'vat qilg'uvchi, shuni qilgan kishiga o'xshash ajr berildi deb bu xush bishorat berilgan ümmetimiz shuning uchun buningga sal qaramasligimizni tavsiya qilamiz. Bugungi temamiz tunugun biz e'lonimizda bergandek din va siyoset degan temasi to'xtalamiz. Albatta bu uzundan buyon musulmonlar o'tirsa bo'lib musulmonlar din bilan siyosatni xuddi ikki narsadek tushungan öz dinini to'g'ri tushunishdan mahrum qolgan kundan boshlab davomliq har xil tortishib kelayotgan, har xil sohaning tortishib kelayotgan masalasi bo'lib kelmoqda endi. Buning natijasi buning shunday bir ishning o'tirg'a chiqishi har shu musulmonlarningki, shu musulmonninki dinni to'g'ri tushunmaganligidan kelib chiqqan narsa buning. Chunki dinimiz hech bir zaman siyosetdan ayrilanmaydi. Buni to'g'ri tushungan kişi bunun ait roşan düşündü. Şunun için biz bu temada toxtalamiz. Bugünkü toxtalmoqchi bo'lgan temamiz mi? Qo'limdagi şu yaqinda nashr qilinib chiqqan şu kitap İslam dünyasındaki dağınıq, meşhur, mutafakkur bir alim var. Profesör Doktor Abdülkerim Bekkar isimli şu kişininki İslam'daki hükümdarlık tüzümünün asasları mevzuluk bu kitabı nashr qilindi. Şarkı Türkistan Ölümalar Birligi tarafından. Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşigani'nin bunu yetakçilik qilib nashr qilindi bu kitap. Mush kitapning bir muqaddimasi sifatida sunamiz. Qolganda har qaysi kitapxonlarda setildi bu kitap. Buni texnik bu temamizni texnik tafsiliy tushunish uchun bu kitapni setib olib o'qishinglarni tavsiya qilamiz. Nihoyatda qimmatli bir kitap. Undan sonra hurmatli ustoz programmamizga kirib ketsak biz oldi bilan bugun biz shunday bir muhim temada to'xtalib o'ltiribdik. Hamda birinci şu temamizda birinci sualimizda şu din bilan siyoset ne qanday tushunamiz masalan buni o'xshash ayırib o'tishga bo'lmaydigan narsa deb tushunamdik yoki birlarining bilgan deyotgandek çokum siyaset ayrı meydanda bo'lishi kerak, din ayrı meydanda bo'lishi kerak. Bo'lmasa qalaymiqanchilik kelib chiqadi deb bugungi islom dunyosidagi ba'zi qalaymiqanchiliklarni din bilan siyosatni ayirib etmaganlikning natijasi deb tushundigan nurg'un yoshlarimiz va ziyolilarimiz va mush masalani biroz to'xtalib o'tsak. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların dünya ahirette baxt saadet geliş için mükemmel şeriatni tushirib bergan Cenab-ı Allah ham sana bo'lsin. Ve insanlara en ahirki zaman kadar peygamber ve yetekçi bo'lib kelgan peygamberimizga
dua salamlar olsun. Bu sualga kirişe ilgili. Yani din bilen siyasetninki alakası münasebeti birbiriga qandaq yak münasebeti barmı yok mu? Burundan tartib talaş tartış olğanız bir eserning mabeyinden bolun talaş tartış yak burun talaş tartış bununla kirişe ilgili bir mesele hakkında biraz izahat vermekçi. Gerçi biz bu temine ilgirki bir qancha programmalarımızda to'xtalgan. Mesela isimde qalsa İslam ve siyaset degan o'xshash chiqish tema to'xtalgan. Bugun uni boshqacha bir shaklda bo'libmi professorninki ifodalashi usul bo'yicha masalani o'tirib qo'ymoqchi. Bu din bilan siyosetninki aloqasini bayon qilishga ilgili Alloh taolo bizga tushirib bergan islom shariati bugungi zamonda 21. asrda tatbiqlash arzimdi bu temadan kirsak münasip bo'lishi mumkin. Yani 14 asr ilgari Cenab-ı Allah insoniyatga qiyomat kungacha davomlashadigan shariat qilib tushirib berdim degan. Bu shariat bugungi uchur davrda, texnik davrda tatbiqlashga salohiyati bormi, yo'qmi? Bu haqda bir kiraylik. Xo'sh. İslam şeriatining inson hayotiga eng munosib, eng uyg'un ekanligini bilish, tushunish, ham qanoatlanish, ham shunday e'tiqod qilish musulmon nisbatan bu e'tiqod masalasi hisoblanadi. Xo'sh. Shunga bir musulmon insonlar tuzgan qonun tuzum qaysi nomda, qaysi ismda bo'lsin, yoki insonlarniki urf-odatlarini ilohiy shariatdan ustun qo'yolmaydi. Unda qo'ysa xatolashgan bo'ldi. Gerçi yani bir yerde demek oğlum bir Müslüman Allah'ı boysungan peygamberge iman etken Müslüman Allah tarafından kıyamet gün kadar sizlerge men nazil qilib berdim, tushirib berdim degan bu şeriatni her qanday zamanda, her qanday makanda tatbiqlashga arziydi. Zamanning kendi qilmaydi, balki insoniyatga dunyolikidimi, oxiratga baxt saodat erishtirali deb e'tiqod qilishi bu musulmonning majburiyati. Bu akide meselesi. Biz akide degan vaqtda mana shuni akide deymiz. Xo'sh. Mana bu bir olimning ko'z qarashi emas, yoki mening devagan gibi emas. Barliq islom mutafakkirlarining, islom mujtahidlarining, imomlarning hammasining birdek ko'z qarashi. Yani islomning har qanday bir zamonda, har qanday bir makonda tatbiqlashga yaraydiganligi, har qanday zamonda kendi qolib qolmay insoniyatga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatishga salohiyatining borligini e'tiqod qilish masalasi bu aqida masalasi hisoblanadi. Xo'sh. Çünkü Allah Taala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı en ahir peygamber kılıp evet. Peygamber Aleyhisselam epkelgen bu İslam şeriatini her kandak zamandaki 21. asır olsun belki 40. asır olsun zamanda olmuşlan olsa her kandak diyardaki her kandak yurtki insanların ahvallarını, şaraitlerini öz içine algan, yani ularning ahvalları, şaraitleri münasip ko'rsatib beraleydigan karakterge, ortiqchilikka, xususiyat ega bo'lganlik uchun eng oxirgi payg'ambar qilib evet. Yani bundan keyin payg'ambar kelmaydi. Qiyomat kuni qadar siz qanday davr deb atanglar, qanday bir davr yashanglar, bu Muhammed Aleyhisselam olib kelgan shariat mukammal bir shariat. Her davrda, her zamanda buni tatbiqlasanglar sizler baxt saat girişəlisizlər, hayatınlar xatircəm, aman halətdə ötüdü, yəni görsətməni bəli. Əgər undaq bulmağan bolsa, yani bu Muhammed Aleyhisselam əbkəgən bu şəriət, hər dövrdə insanların ihtiyacını qandayanmaydıgan bolsa, zamandan qəbqağan bolsa, bəzilərinin ifadəsi boyunca bunu cavabını səb qoyub, hazır başqa bir nəsin tətbiqlaş lazım deyilən bolsa, o vaxt Allah Teala yəni bir peyğəmbərin əvəzi oldu. Bu dövrge ve bundan keyingi dövrge insanların yetekleş üçün başka peygamberlerin evvelsi doğru keladi. O peygamber bilen birlikte yeni kanun düzümünü ya şeriatını düşürüşünü takazza kıladi. Ama 14 asırdan beri peygamber kelmedi. Yeni bir peygamber kelmedi, yeni bir şeriat düşmedi. Çünkü Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ın Hatemen Nebi'inde kıyamet gün kadar bütün insanların hepsi yetekçilik kılıç salayetiga ega deb sifatladi. Xo'sh. Hamda musulmonniki inson hayotidagi qaysi bir soat bo'lib qolsin,
bunun da şeriatni, ya'ni islom shariatini tatbiqlashdagi muhimligi va lozimligi yoki farzlik, vojiblik to'g'risida Qur'onda va sunnat nurg'unlagan dalillar topiladi. Xo'sh. Masalan, bundan dalildan birini misolga olsak, Qur'oni Karimdan Alloh taolaning so'zi: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyra." Xo'sh. Müminlerge meyli bu kişi olsun, ayal kişi olsun, qandaq salayet olsun, qançılıq unvan olsun, qançılıq maqam doğup geçişten qat'i nazar, müminler bolsa, İslam'a iman etkan bolsa, bu şahsının, bu kişinin ki Allah'ın ve Peygamberinin eniq ko'rsatmış bolgan, ruşen bayanı olgan bu meselede men unda qilmaydim, onunla qo'shalmaydim, bu menga mos kelmaydi, bugungi zaman onunla tushmaydi deb aldıkayını qarash haq yo'q. İxtiyorlik yo'q bu meselede. Onun tanlash yo'li yo'q bu meselede. İman etkan bolsanız, siz izlenayotgan yoki siz so'ramoqchi bo'lgan bu meselede Qur'on sunnatdan aniq ro'shan ifoda yoki bayon ko'rsatib bo'lgan bo'lsa, buning ergishib menishingiz musulmonlikning majburiyati. İsmingizda musulmon, masjidga kirsangiz namoz bilan musulmon bo'lsiz yoki ro'za zamoni kelgancha musulmon bo'lsiz, ammo ijtimoiy masalada, dunyo qarash masalasida yoki aniq qilib aytgan vaqtida siyosat dunyosida Qur'on sunnatda aniq ro'shan bir hujjat kelgan bo'lsa, ya'ni har xil izohlashni qabul qilmaydigan. Xo'sh. U har xil izoh qabul qilgan bo'lsa, u ayrim masala. 2 xil ko'z qarash va 5 xil ko'z qarash, hatto 10 xil, u ayrim masala. Lekin bir xil ko'z qarash ifodalaydigan ro'shan dalil pok duoyada sizniki u yana tatib baqish, masalan, bu yana tatib baqish haqqingiz yo'q. Bu musulmonlikqa yarashmaydi. Yani bir vaqtimiz masjidga kelgan musulmon siyosat chiqqan chaqda yana birinin bo'lanmaysiz. Yoki bugungi zamonning atalg'isi bo'yicha liberal yoki elmani yoki kommunist yoki ham siz bo'lanmaysiz. Oyatniki hukmi taqozosi. Bundan boshqa nurg'unlagan dalillar faqat vaqt munosabati bilan birlam dalilni o'tirib qo'ydim. Qolganini kitobdan ko'rvasi bo'ldi qarindoshlar. Demak, bu yerda Allohning hukmini ijro qilish. Birazcık toxtalımız, həmin məsələdə Allah'ın hükmü var mı, yok mu? Yoklarım var mı? Bu vaxt birazcık toxtalımız. Yani başka bir temimiz. Allah'ın hükmünü icra qilish ve Allah'ın hükmü boysunuş, yani keskin, ruşen delil olgan məsələdir. Palana axun manda deb degan emas. Xo'sh. Hatta palana mazhab manda degan emas. Qur'on sunnatda bosh tatqin olmaydigan tarmoq masalada bilmaydi, prinsipal masalada, halqiliq masalada, cho'ng masalada Qur'on sunnat aniq ro'shan bo'lsa, bir musulmonning buning bosh egishi, itoat qilishi, murassa qilishni, talash tortish qilishni qabul qilgan masalamiz. Xo'sh. Buning asosan askar deymizki qarindoshlarimizga islom shariati bugun kunlikda bu davrga mos kelmaydi deb qarash. deb qarasa, bu barliq olimlarninki birdek ko'z qarashi bilan insonni dindan chiqarib tashlaydi. Bunga diqqat qiling. Ba'zan deyish mumkin. Agar islom shariati bugun insoniyatni qutqiza oladigan bo'lsa, bugungi mushaqolikdan, musibatdan, bugun insoniyat qutqizgidek bir tuzum borimiz yo'q. Yani tatbiqlanayotgan tuzum borimiz yo'q. Nima uchun bunday bo'lsa, g'arb dunyosi tatbiqlanayotgan demokratiya tuzumi bu haqda Ramazon bayramida ekan to'xtalamiz. Demokratiyaniki bo'ladigan, bo'lmaydigan taraflar haqida. Xo'sh. Kommunizm tatbiqlandi, dunyoni ofat vayronchilik qildi. Endi ba'zan so'rashim, maq shariatni kim tatbiqlabdi? Qanchalik bir o'rnak bo'la oladi yoki insonni qanchalik qutqiza oladi deyish mumkin. Bugun shariat o'lcham bo'yicha, ya'ni Qur'on sunnat ko'rsatib tatbiqlangan mavjud emas. Xo'sh. Bunun sebebi, bizni misalga alsak, nima uchun tatbiqlayanmasa musulmon turibsa, sabab nima deb ko'rsatamiz? Uyg'urlar musulmon. Bu shariat hozir tushmaydi deyotganlarning mutlaq ko'p qismi musulmon. Nima uchun shariatni sizlar o'zingizlarning siyosiy hayotingizda, ijtimoiy hayotingizda, dunyo qarashingizda va boshqa ellar bilan, boshqa millatlar bilan bo'lgan diplomatik aloqalarda sog'lom shaklda tatbiqlab taraqqiy qildiranmidinglar deb javob beramiz. Belki bizni Xitoy bosib olgan, mustamlik qilib olgan bo'lg'achqa, hokimiyatni to'g'ri tatbiqlashga fursat bo'lmaydi deb bana ko'rsatishimiz mumkin. Bizni misolga olsak, o'zimiz misolga boshqa qo'yib. Ba'zan unda o'qas arabni cho'di. Maq arabni misolga olaylik. Arab islomning birdan bir vakili emas. Buni qarindoshlar ro'shan so'zlaymiz. Kim
payg'ambar aytgan bu ko'rsatmani amal qilsa, u vakil bo'la oladi. Endi bu arablarga bugun kunlikda hokim bo'layotgan shaxslarni misolga olsak, xuddi Uyg'urlar bir asr, bir yarim asr mobaynida mustamlikadan qutulib, hur, erkin, mustaqil bir davlat qurish imkoniga erishamadi. Bu sababdan shariatni tatbiqlayolmadi. 21-asrga uyg'un qiladigan shaklda. Shuningga o'xshash arab dunyosidami ko'pincha bularningki Angliyaning mustamlikasidan, Fransiyaning mustamlikasidan, Germaniyaning mustamlikasidan, Germaniyaniki azroq, Ispaniya, Portugaliyaning mustamlikasidan 67-yil oxirida esimda qolishicha Jazoir bo'lsa kerak, Aljeriya yaqinda ozod bo'ldi. Bu ozod bo'lgan vaqtida bular pak-pak chiqib ketdi. Bo'libdi necha vaqtimiz bularni bo'libdi. Bularning boyligini qaqti so'qti qilibdi. Uni qilibdi bo'libdi o'z yazsin demadi. Askariy jihatdan, harbiy jihatdan chekingan bo'lsa-mu, ammo bu millatninki yoki bu yerda yashaydigan insonlarning beshiga Sayfiddin Azizga o'xshash o'zi o'qitgan, o'zi tarbiyalagan, shuni qanday siz bersa, shu sizlikda mang'adigan odamlarni hokimiyat beshiga tiklab qo'yib, buzmanda chiqib ketdi. Natija bu yerda musulmonlarningki kimligi bilan, qimmat qarashi bilan bu hokimiyat beshiliklarningki qimmat qarash tushunsa bu yerda o'xshamadi. Bu sababdan ba'zilar aytadiki, islom allari edi. To'g'ri, jamiyat nuqtasidan islom allari, ammo davlat nuqtasidan deyilamiz yo'q. Chunki bu yer tatbiq qilinayotgan tuzum, shariat uyg'unamiz. Shunga bu yerda bugungi arab hokimiyatlarini islomning vakillarim degan bo'lmaydi yoki musulmonlarning vakillarim degan bo'lmaydi. To'g'ri. Chunki bu mustamlikadan chiqib ketgan qit'adagilar yoki tajovuzlar kim bo'lishidan qat'iy nazar ismini yuqori tilga oldim. Bular harbiy jihatga mustamlikadan chiqib ketgan bilan ta bugun qadar iqtisodiy mustamlikadan, ideya mustamlikasidan, madaniyat mustamlikasidan va boshqa mustamlikadan taq chiqib ketgan yo'q. Başka yerde hürlük teşebbüsü, erkinlik teşebbüsü, toxtumay teşebbüs kılındı. Ama bu Müslümanlar var ayında erkinlikten gibi çıkıp kalsın, başkalarının ki çırayı özgürek bildi. Çünkü davamlılık diktatör, müstebitlerin teşebbüs kıldı. Ya ki onu kollaydı, bir şekilde bilen onu tuğuzdu. Çünkü bir yer Müslümanlar mevcut olan diyardı. Müslümanlar özünün hakimlerini öz saylar, özgür uygun kıldığı adamdan çıkarıp kalsa, uzun kalmay başka bir halet şekillendi. Doğru. Yani dünyanın aldığı ötüş imkaniyeti her zaman ilgimiz. Yani insaniyete bugünkü bu harlıktan, bu horluktan, bu tokunuştan, bu kan deryasından kutkuzu şaraiti fakatlı Müslümanla ilgili. Müslümandan başkası bu salayet ilgi bulamaz. Kisiplerini. Çünkü Müslümanlar ilahi taraftan çörülgen ruşen ve ilgimiz. Lakin ne için bu emel kılmalık? Şahsiden tatip ta hakimiyetinin ki beşik kadar. Demek gibimizi çıkıp gelsek, yuqori gapning oxirida deymizki, islom shariati bugun kunlikda tatbiqlashdan qoldi, bugungi uyg'un kelmaydi deb qarash yoki ba'zilarningki o'zicha bir yo'llardan tappagan yoki digizayotgan pul orqali istixborotning orqali deyotganda bu arabning din degan o'xshash bu xil ko'z qarashning insonni dindan chiqarib tashlaydiganligini qarindoshlarimiz obdan diqqat qilish lozim. Menimcha bu masaladan javob tushunishib bo'lgan bo'lsa kerak deb qarayman. Tushunishib bo'ldi, rahmat. Haqiqatan bak muhim bir temaga diqqat tortilib, shu diniy tushunchisini ojiz bo'lish sababli biz normalda shu inkaslar qarasak ham ijtimoiy uchur vositasidagi bir-birisiga bo'lib diniy masalalar yoki shunday bir ba'zi bir fikrlar o'tirib qo'yilgan vaqtida bevosita shu dinni tatib, ishlab tatib musulmonlarniki hatto o'zining bizning zulm qilishimizni, ishg'olga uchrashimizni islomga atib tushuntiradigan, bugungi zamonga mos kelmaydi deydigan darajada ashundoq xatarlik bir tushunchalarga kirib qolganligini bir turkum kishilarniki ko'rimiz hamda haqiqatan muhim bir temaga diqqat etdik. Chaqchaqilgan masala emas ekanligini buniki. Bu tushunchaga qarashning insonni iymondan chiqarib tashlagandan iborat, dindan chiqarib tashlagandan iborat muhim bir tema. Hamda shu din bilan siyosining aloqasi nima degan? Bu yer dindan maqsad biz islomni maqsad qilamiz. Boshda askarlarimizga, qarindoshlarimizga. Bir qism qarindoshlarimiz bo'lib bu g'arb dunyosini yashagan
G'arb dunyosidagi falsafa nazariyalari haqida izlangan bir qism qarindoshlarimiz din bilan siyosatning aloqasi tahlil qilgan vaqt nimaga tayansa ingliz materiallarga tayanadi. Chunki ular yashagan diyori shu, yoki o'qigan kitoblari shu, yoki izlangan shu. Kitoblar ko'pincha sharqshunoslarning. Sharqshunoslarniki. Endi g'arb dunyosining o'zi kelsak, g'arb dunyosida din bilan siyosatning aloqasi 2 asr ilgari Fransiya inqilobining oldi kelganini misol qilib aytsak, o'rta asrdan tortib ta Fransiya inqilobi natija qozongan qadar qonliq kurash ahvollari g'arb dunyosida uzun mezgil davomlashdi. Bu yerda din bilan siyosiy arboblar yoki ishki aqim orasida qonliq to'qinish yuz berdi, nurg'un millionlagan insonlar badal to'ladi. Mush savoldan keyin misol. Axir bu yerda siyosiy arboblar chirkov ustidan, ya'ni g'arbdagi din ustidan g'olib keldi. Bu shu diyorga nisbatan, g'arb dunyosiga nisbatan maqbulmi, maqbul, ya'ni to'g'rimi, to'g'ri. Chunki g'arbdagi din, ya'ni shu yerda tatbiq qilinayotgan chirkovninki hokimiyatim desa, Allah'a siyosat tavani siyosatga tamamen din bilan siyosatning orasini burun tortib ayirib etgan. Enin keyin o dinning tegi salohiyati ilohiy vahiydan o'zgarib ketgan. Hatto payg'ambarimizda ilgari payg'ambar tushgan kitobning aslini yo'qolib ketgan. Ya Injilning ya Tavratning asosini akkalsa hech qanday biz akalamaymiz. Kisb deymiz. Bugungi mavjud bo'lgan Injil eng muqaddimasi 70 yildan keyin 290 yildan keyin 4 Injil maydonga keldi. Asli bir şekilde. Bu bugünkü İncil'lerin halini bizden qo'limizga manbasini turgancha da bu payg'ambarimizning sira deymiz bu. Hayotiga shunga moslashtirib, shunga saylashtirib shu yerga to'g'ri keldi. Ammo uning oldiga o'tolmaydi. Chunki ko'pincha aslimidan iborat. Demakchi bo'lganim, bu g'arb dunyosi yuz bergan din bilan siyosatning to'qinishini o'qigan, izlangan va u kallasiga kirgan bir qism sharqshunoslarninkidan yoki boshqalarning nimalardan bu tushunchani olgan qarindoshlar islomni nimaga qiyos qilyapti? G'arbga o'xshash bu din bilan nimani ayirish lozim? Siyosatni ayirib qarash lozim. Chunki g'arb dunyosi dinni siyosiy maydondan ayirib tashlagan vaqtda bugun taraqqiyot qilishaldi, musulmonlar bo'lgan bo'lsa, din asli bo'lganlar uchun dunyoning kayni qoldi dedi. G'arb degan to'g'ri. Chunki av qatmal dindin. Yani ilim-fanga qarshi olimlarni ko'ydirgan, o'tdagan yangi nazariya, yangi falsafaga mangdan to'saq qo'yib, dushmanlik qilgan, u gap to'g'ri. Ammo islom dunyosi qaratgan tamoman xato. Chunki islom dini dastlab kelgan kundan tortib bugun qadar qiyomat kuni deydigani o'qidi. Izdan, tafakkur qil, yangilik yarat, ijodiyat yarat. Allah'ını tonuğan asasda insaniyetli paydalı iş kılın. İslam'dan şuarı bu. Bir gün özgürüp kalkanı yok. İnsaniyetli paydalık bir nas icad kılaydı kalsa hepimizge koş kollab tebrikleydi. Hayrun nas, enfe'unun nas. İnsandan en yaxşı insaniyet paydayet güzelliğini. İslam'dan siyasi felsefesi. Bu. Şuna bu dini bilen siyasetindeki alakası da g'arb dünyası kıyas kılmasından izlenmekçi olan kardeşler asli manbadan, Qur'on sunnatning manbasi. Arabchani bilmagan bo'lsa, inglizcha manbasi, inglizcha bo'lmagan bo'lsa, Uyg'urcha ba'zi masalan 3 kitob chiqardim bu to'g'rida. Birisi islom madaniyatining asosi qonun kirzisi, ming'ilnasi hal bo'lmayotgan bir masala bor. U masalani aniq o'tirib qo'ydik bugungi bu xafalikni tugatishdir. Ikkinchi birisi bu qo'limizda kitob, islomning hukmdorlik tuzumi asoslari bugungi 21-asrga uyg'un shaklda o'ttirib chiqilgan kitob. Ya'ni birisi Qur'ondagi siyosiy islohot prinsiplar degan kitob. Xo'sh. Endi bu din bilan siyosatning aloqasi men 3 nuqtadan o'ttirib qo'yay. Boshqa shakl. Birinchi deymanki, islom dini Allah insonlarga tushirgan eng oxirgi ko'rsatma. Payg'ambar alayhissalomning da'vati, ya'ni islom shariati her zaman, her makandaki insanlar umum, muayyen bir millet tavamiz. Bazılar qaragandaki bu Araplarning dini emas. Ya ki muayyen bir zamanning dini emas. Her zaman, her makandaki insanlarning dini. Mana buni asli manbasidan izlanguchi, tadqiq qilguchi qarindoshlar his qila oladi.
Ya'ni Qur'on sunnatga cho'nqur cho'kkan, izlangan asli manba sharqshunoslarning tili bilan so'zlaydiganlar emas. Sağlam ingliz yozilgan yoki arabcha bilgan bo'lsa arabcha yoki uyg'ur sağlam yozilgan materiallarni izlangan qarindoshlar bu shariatning, ya'ni islom shariatining inson hayotining butun doirasini o'z ichiga oladiganligini bayqay oladi. Qarindoshimizga bu nuqtani tavsiya qilamiz. Am bu dini bilan siyosatning aloqasiniki islom maydonga kelgandan tortib boy ekanligini isbotlaydigan nuqta. Islom dini davlat, payg'ambarimiz Madinaga kelgan kundan tortib ham davlat qurdi. Davlatninki asos qonunini Madina shartnomasi degan nuqta bilan bayon qildi. Bu kitobda Madina shartnomasi mazkur qo'limizga e'lon qilgan kitobimizdan. Xo'sh. Bu davlat davomlashib keyin oxirgi vaqtlarda imperiya tusini oldi. Osmanlılar davrida, Abbasiylar davrida, Umayy davrida asli o'ziniki bugungi zamonning tili bo'yicha Qur'on sunnatni manba qilgan demokratiya tuzumidan imperiya shaklidagi bir tuzumga o'zgarib ketdi. Gerçi shariatning mutlaq ko'p qismi joriy bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hokimiyatda ki demokratiyalik asli payg'ambarning davridagi ve peygamberden keyinki peygamberning yo'lini tutib mangan Xulafai Raşidning davridagi sağlam demokratik siyosiy nazariya o'zgarib ketdi. Bugungi zamonning tili bo'yicha ifodalayaptim. Bu demokratiyani ba'zanlar kafir deb hukm chiqarishi mumkin. Men aytdim keyingi programmada bu haqda inshaalloh to'xtalamiz. Xo'sh, xo'sh. Bu nuqtadan xalifalikka, ya'ni xalifalikdan maqsad siyosiy tuzum, islomdagi siyosiy tuzumga bunun şekli qaramaymiz, mahiyati qaraymiz. Nim deb ta'bir berilgan, nim deb aniqlab berilgan esa payg'ambarimizning xalifalik degan payg'ambarimizning dinini qo'g'dash. Ve dünyani payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha idora qilish deb aniqlab berilgan. Buningga yana bir xil aniqlamini olsak, mashhur jamiyatshunos olim Ibn Xaldun buni tanishtirib, şeriat sahibinin dinini qo'g'dash. Şeriat sahibinin maqsad Muhammed Aleyhisselam'ın dinini qo'g'dash ve dünyani bu dinning ko'rsatmasi bilan boshqarish deb aniqlangan. Demak, islomdagi siyosiy tuzum buningni shariatning ruhi, shariatning prinsiplari va maqsadlari asosiy idora qilindi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi buni izohlaydiganim dinimizda o'zgarmaydigan nuqtalar bor va o'zgarishni qabul qilgan nuqtalar bor. Buni ko'plagan shaxslar bilmaydi. Hattoki diniy sohatlarning ko'pinchisi bilmaydi. Hatto bir qism o'zini o'lima da'vat qilib bu nuqtani bilmaydi. Chatoq mishadi chiqadi. Qatmal holat turib qoldi. Ya'ni bir olimdan bir ko'z qarash kelgan bo'lsa, din mushi deb turib oldigan. Bu shu olimning ko'z qarashi keskin hujjat tayangan bo'lib qolsa, dalil bo'lib qolsa, uni tushuntiramiz. Eğer onun keskin delili yok, bir göz qaraşı olgan bolsa, düşenisi olgan bolsa, izahatı olgan bolsa, bundan başka mı alimden şu mesele bir qançılık göz qaraşı olgan bolsa, hemmisi hürmet qilamiz. Aşınki, hürmet qilamiz, ama zamanımız qaysi fikir, qaysi xil göz qaraşı uygun bolsa, onu qabul qilish haqiqiymiz. Meyli Hanefi ziminde yaşaylı, meyli Şafi ziminde yaşaylı, yani biz ziminde yaşaylı. Çünkü hemmisi asli prensipten halkıp ketkenlerimiz. Şunun için İslam alimleri arasında prinsipal meselede ixtilaf yüz berdi. Yani talaş tartış yüz berdi. O'xshamaslik ahvollar ko'rilmadi. Prinsipal mesele. Talaş tartış yoki ixtilaf deb atsak bu nima yüz bersa tarmoq mesele. Tabii. Tarmoq meselede talaş tartışning yüz berishi o tabiiy ahvol. Hatta bir meselede 4 xil ko'z qarashlar mavjud. Ba'zi bir tarmoq meseleler. Dalil kelgan bir meselede izohlaydi 4 xil mavjud. Normal ish, normal ish. Bundan işimiz sıkılgan meselemiz. Bu fikri baylık, ideya baylığı, düşünce baylığı. Yani şeriat her zaman yaraydı degene aş mesele, her xil izahlaştı, qabul qilgan olsun. Mesela misal alsa, dinimiz prinsipal noktadan bir de bayan qilib, musulmonlar ish harakatlarini, oila hayotidan tortib davlat hayoti qadar ish harakatlarini shuro asosida, kengash asosida ijro qildi. Buyruq bo'lsa buyruq. Kengash qil deb buyruq. Farz qildi biz farz qildi. Ammo musulmonlar bu farzga amal qilmadi. 1000 yildan beri chatoq mishadin chiqadi. Hamda bu kengashni qaysi shaklda qilamiz? Qaysi davlatninki qurilmasini o'z ichiga olamiz degan bayon bormi? Yo'q. Bu masalada necha xil ko'z qarash o'ttirib qo'yilsa, insoniyat eng foydali bo'lsa,
shariatning ruhini tatbiqlashga eng uyg'un bir shaklni, apparatni, mayli u davlat shakllantirgan, bu davlat qurib chiqib uni foydalansa, insonning aqlida bo'lamdi bo'ladi. Demak, dinimizda prinsipal masala var. Savobit deymiz, o'zgarmaydigan, bu yerda mustahkam turamiz. Buning tafsilotiga bu nuqtada kirmaymiz. Mutag'ayyirat deydigani va o'zgarishni qabul qiladigan bu yerga kiramiz. Masalan, bu yer taxmin ro'shan aniq ifodalagan vaqtimizda aqida masalalari o'zgarmaydi. Ibodat masalalari o'zgarmaydi. Axloq masalasi o'zgarmaydi. Ya'ni o'zgaradigan masalalarning mutlaq ko'p qismi nega munosabatliksa, siyosiy masalaga, idoriy masalaga, jamiyatni kontrol qilish, idora qilishga munosabatli masala. Bu yerda shariat bu masalaninki prinsipal asosini o'tirib qo'yapti. Buni 30 yaqin siyosiy masalaning prinsiplari qolganda sen aqlingni ishlat. Tafakkur qil, izdan, boshqa millatlar tajribasi o'z foydalansang bo'ladi. Burundan tortib musulmonlar qilib kelgan bir ish bu. Ham yo'lligimiz yo'lliq. Chunki bugungi vaqtda bu siyosiy tuzumninki asosiy falsafasidan chetlanmagan asosda, prinsiplardan chetlanmagan asosda boshqa millatning, boshqa diyorninki foydali vositalardan, chora tadbirlardan foydalansak, qabul qilsak bo'ladi bo'lsa, albatta bo'ladi. Bu vaqtda ham keyin tafsilga ochamiz bu masala. Hamda bu siyosiy masalaga kelsak, dinimiz har bir siyosiyga deydiki, musulmonlar bo'lsa, sen shariatning maqsadlari ruhi asosida foydali ishlarni qil. Foyda manfaatni qo'lga keltirib vujud chiqadi. Ziyon bo'lgan bo'lsa, ziyonni yo'qot yoki ziyonninki oldini ol. Siyosatmish. Siyosat demak shariatning ruhiy prinsiplari asosida foyda manfaatni qo'lga keltirish va ziyonning oldini olish mahoratidan iborat. Siyosatmish. Boshqa burmush tonishtirishdan hojati yo'q. Demak, bu yerda hokimiyat beshiga chiqqan odam mush doktora ayqilgan bo'lsa, bu hokimiyatdan yiroq bo'lgan, siyosatdan yiroq bo'lgan odamlar bilmagan masalalarni biladi anqur. Chunki siyosatning mutlaq ko'p qismi o'zgardi, o'zgarishni qabul qildi. Chunki siyosat yuqori deganimizdek foyda manfaatni qo'lga keltirish va ziyonning oldini olishga bog'liq. Chunki undan har birisida nima yo'q. Qur'ondan bir oyat yo'q yoki bir hadis yo'q siyosatning mutlaq ko'p qismida. Prinsipal masala bayon qilindi, qolgani insonlarningki ehtiyoji, sharoitlari o'zgarib turadigan bo'lg'achqa, bugun bizningki mikrofon orqali, kamera orqali boshqa qit'adagi insonlar so'zlaydigan mushunday bir davr yashaydiganligimiz uchun prinsipal masalani o'tirib qo'yib, qolganini erkin qo'yibdi. Shu bu yerga diqqat qilgan bir masala bu nuqtadan samimiy bo'lgan, pak bo'lgan, ideyi sağlam bo'lgan bir siyosiy inson foyda va ziyonga munosabatlik masalalarda olimlar, ya'ni fuqarolar ya fiqhshunoslar ko'ranmagan nuqtalarni ko'ra olish mumkin. Xo'sh. Nima uchun desa? Chunki bu siyosiy maydondagi odam durust bo'lsa, sağlam fikrlik bo'lsa, samimiy bo'lsa, bu shariatning ruhidan alqib ketmaydi. Shariatning prinsiplarini chatlab ketmaydi. Unda o'g'a vaqtda bu naq maydonda ish qilayotgan odam bo'lish e'tibori bilan ishxonasida o'tirib, uyda o'tirib, tahlil qilayotgan, tafakkur qilayotgan faqidimmi ko'proq narsa bilishi u tabiiy. Chunki bu naq maydondagi odam. Chunki bu siyosiy maydonda bir nuqta borki, bu qisqirib o'tib ketsa, nazariya shakllantirmak oson bo'lgan bilan, ammo uni tatbiqlamak oson emas. Bu qistirmirga bu vaqtim kelib to'xtadim. Demakki bu yerda, demakchi o'g'limiz ko'plagan masalalarda siyosiy yo'llar bilan ulamolar yoki olimlar orasida farqli tushunchaning yuz berishi bu tabiiy ahvol, normal ahvol. Nima uchun bu masalada olim mandat ko'z qarashini o'tirib qo'ysa, siyosiy adam anda ko'z qarashini qo'ydi deb ta'til fikr qilish yoki uni yomon nazarga qarash to'g'ri emas. Bir shart ashadam samim bo'lsa, ideya sog'lom bo'lsa. Chunki bu yer dalil bo'lmagan ekan, keskin dalil bo'lmagan ekan, siyosiy pozitsiya masalasida tushuncha 2 xil 3 xil chiqadi. Masalan, misol qo'yaylik. Doktor Yusuf Qarzoviy to'g'ri yozuvda uzunnazi millatni qaymoq turgan masaladan bir misol qo'yaylik. Doktor Yusuf Qarzoviy 2010-yil yoki 11-yil atrofida 2009dan keyin 10-yil bo'lsa kerak, Xitoyga bordi. Xitoy berishi ilgari İstanbul'da açılgan 2 qatamlar, dünya olimlar
tashkilot yig'inida bizning vatanni butun olimlarga tunishtirib bayonot e'lon qildi ikki qatim Istanbulda. Xo'sh. Bu olimlarning tili bilan bizning vatanning tunishtirgan tunji bir voqea hisoblanadi. Boshqalar qarg'a vaqtida eng cho'ng voqea shu bizning vatanni tunishtirgan. Chunki 1,5 milliard insonga xitob qilish yoki bu xitobni yetkizish kimning qo'lidan keldi bo'lsa, olimlarning qo'lidan, hokimning qo'lidan kelmaydi. To'g'ri, ayni zamonda Erdo'g'an soyqirım degan, erkak qirg'inchilik deydi. Ammo boshqa hokimlardan hech qanday bir sado chiqmadi. Bu olim shu rolni, shu vazifani ado qildi. Shu zaman tanishdik, bildik masalani anglatgan, boshqalarni anglatgan. Endi bu olim nimaga bordi? Xitoyga bordi. Xitoy bag'avatida Xitoyninki ba'zi ahvollarni, masalan, taraqqiy qilgani, ba'zi nuqtalarda uni o'tirib qo'ydi. U reallikmi, reallik? Xitoyninki ba'zi nuqtalar taraqqiy qilganligi uning ko'z yumbog'ilmaydi. Bizning nazarimiz bo'yicha Xitoyning nimasi bo'lib qolsa bizga yomon tuyuldi. Chunki biz asli haq egisi bo'lganligimiz uchun bizdan musodi qilgan narsa bo'lg'achqa biznikiga o'xshab bo'lib olgan shaklda nimasi bo'lib qolsa yomon ko'rildi. Ammo bu biz farzayni bo'lg'ach. Ammo bir olim, ulamo mush millatning masalasini bu hozir ma shaklda hal qilmay Xitoyga bir nasihat qilish tariqasida. Ma'lum musulmon bo'lgan ekan insoniy huquq bilan yasson, insoniy erkinlik bilan yasson degan ma'lum nuqtada ba'zi masalalarni o'tirib qo'ygan bo'lsa, ya'ni yumshoq siyosat, ya'ni diplomatiya usulini qo'llangan bo'lsa, bu olimni yomon ko'rish yoki uni xato qildi deyish xato. Biz masalaning egson bizningki nishonimiz nimasi? Mustaqillik, o'rlik, ozodlik. Asli sog'lom fikr egisi bo'lib qolsa, Xitoydan idisi zararlanmagan bo'lib qolsa, o'rlikdan voz kechmaydi. Bu bizning yo'limiz shu. Biz kuchimiz yetayli, yetsin, yetmasin, buni qat'iy voz kechmaymiz, shunday turamiz. Lekin yaqin qadar ba'zanlar Xitoy kirib chiqqan yoki ba'zi ishlar qilayotganlarmi, hatto madrasa echayotganlarmi ba'zida, yo'q biz siyosatga aralashmaymiz deb boshqani qaymoqtirib yurgan ahvolni o'z ko'zimiz ko'raylik Istanbuldami? Bu bir masala tutuz. Hatta bazı bugün kunda siyasi meydanda qaynab yurgan erbablarning ba'zisi 2019 yıla kadar Xitoyninki raisi bo'lgan Jallat Shi Jinping efendim deb xitob qiladi, shunday yozadi. Bizningki bugungi bir qism ziyodi aqsoqollarimiz. Hamda doktor Yusuf Qarzoviyniki bir olim bo'lib turgan. Uning kanada askar bormi? Yo'q. İqtisadi jihatdan basim qilgandek iqtisod kuchi bormi? Yo'q. Bir davlatga egami? Yo'q. U o'zining imkoniyati bo'yicha Sharq Turkiston musulmonlaridagi bir qiyinchilikni yengillatishni masalan bir pozitsiyani o'tirib qo'ydi. Xo'sh. Bu xatomi? Desa, bu siyosiy masalada keskin nas, ya'ni Qur'on sunnat dalil bo'lmagan bu masalada ko'z qarashdan necha xil chiqishidanki xarakterimiz. Dalil bo'lmagan ket biz o'qil tushuncha bilan keladi, biz o'qil tushuncha bilan keladi. Ammo biz haq egisi davomli bizning deydiganimiz biz o'tir yo'lda qilib qolish to'g'ri rozi emas. Biz kichikgina ishga rozi emas, cho'qim haqqimizni mukammal erishimiz lozim. Balki ba'zilar deyish mumkin. Masalan, Turkiyada belki uqmaymiz siyosat. Hozir sharoitda bu Sharq Turkistonliklarningki bevosita urushib qilgan kuch borimiz yo'q. Chetlarda. Qalimizmi shu? Bir davlat sirtdan kirib urush berib bizni ozod qilib qo'yamiz yo'q, unday ish mavjud emas. Hatto Amerika bunday qilmaydi. 45-yildan tortib Gomindani qo'llagan Amerika shu. Bugun kunlikda dunyo siyosati bizdan manfaatimiz uchun Amerika bu yerda dastur bor. Ammo o'zidan foydasi uchun. Ammo o'zidan foydasi kelmagan kuni, ya'ni bizni sadirligini. Shunga biz vatandagi hurlik, ozodlik masalasi birinchi mas'uliyat, birinchi yo'l Sharq Turkistonliklarning majburiy, ikkinchisi boshqa millatlardan, boshqa davlatlardan qanchalik imkoniyat topsa foydalanish yo'lini tutamiz. To'g'risimi shu? Lekin o'zimizdan ish qilmaydigan, o'zimizdan mas'ulini tonimaydigan, o'zimiz birinchi o'rinni qo'ymay, boshqalar bizni ozod qilib qo'ysa bo'ldi deydigan bu xiyolni surish bu millatni qoymoqdir. Bu nuqtaga diqqat qilsan. Balki bir ko'z qarash har xil chiqishi mumkin. Siyosiy tasavvur masalasi. Shunga deymizki, prinsipal masalada voz kechmagan asosda siyosiy pozitsiyadan bir necha xil chiqishi u tabiiy ahvol. Ma nuqtadagi bir misol tariqasida o'tirgan. Qandaydir bir yerda men boshqacha
bir alimni aqlash yoki qarlash tarafdori emas. Ammo u islom dunyosiga eng chong bir mujtahid, mutafakkir olim ekanini har zaman uni aqlayman, ham uni qo'g'dayman. Ammo u Xitoyningki manda taraqqi, manda qildi deganda, shuning bilan yomon ko'rilish, shuning bilan tanqid qilinish bu insofsizlik. Asli ish qilaman bo'lsang, sening majburiyating. Farz ayn sening o'zing. U olimlarning majburiyati, ya'ni Sharq Turkistonlikdan boshqa olimlarning majburiyati ikkinchi darajalik mas'uliyat. Birinchi darajalikmi ya? İkinci derecelik farz kifoya bo'ladi. Bizga nisbatan farz ayn. Bu bir belki izoh bo'lsa kerak. Ham uchinchi nuqtadan izohlaydig'ini din bilan siyosatning aloqasida. Dinimizda siyosat bilan axloq bir-biridan qat'iy ayrilmaydi. Bu vaqtda biz ilgari bir qancha nuqtada to'xtaldik. Shunga bu siyosiy bo'lgan arboblar, shaxslar o'zlarining siyosiy qimmat qarashlari, ya'ni musulmonlik siyosiy qimmat qarashlari va prinsiplari asosida dinimizda dalil kelmagan, hujjat kelmagan masalalarda izdanish, tadqiqot abbasi bo'ldi. İslamning siyosiy nazariyasi yoki siyosiy prinsipini biz tar doirada oz dedik. Xulosasi 30 yil. Bu islom madaniyati asos qonun kiritgan kitobda tafsil to'xtaldi. Mushta asos qilib turib, qolgan masalalarda chunqur qanchalik izlanmasa siyosiy maydonda maydonlar keng. Qanchalik izdansa bo'ladi. Chunki islom din prinsipini o'tirib qo'ydi, tarixga qadar sen kengaytib ol, zamoningga, davringga, diyoringga, yurtingga uyg'un shaklda ish qilasan bo'ladi. Bu qanchalik izdansa bo'ladi. Siyosiy masalaning mutlaq ko'p qismida shariatimizda dalil yo'q. Xo'sh. Shunga ba'zilar o'z vaqtida Osmonlar qanday davlat suribdi ekan, Abbosiylar qanday davlat quribdi ekan, Umayylar qanday quribdi ekan, ashamamiz islom emasmi deydi. Ular shariatning ruhiy asosida shu zamonning taqozzosiga uyg'un nurg'un shaklda shakllantiruvlik, yoritiqlik, ijod qilinglik, paydo qilinglik, boshqa millatlardan foydalaninglik. Unda o'g'ay vaqtida biz ularning zamonida yashamagan ekan, biz 21-asr yashayotgan bo'lsimiz bilan bizmi asli ko'rsatma yoki asli o'lcham tutib turib, bugungi zamonimizda uyg'un bo'lgan siyosiy nazariyalardan, siyosiy vositalardan foydalansak bo'ladi. Qimmat qarashimizga prinsipimiz yetganmagan asosda. Chunki siyosiy arbob har zaman foyda bilan manfaatni asos qilgan vaqtida prinsipga rioya qilish shart. Musulmon bo'lsa. Mandaqchi aytgan vaqtida siyosiy inson o'zining aqidasi va axloq doirasini chetlab ketolmaydi. Ben siyasi bo'ldim deb ham aqidasini o'zgartirmaydi, musulmon bo'lsa. Siyasi bo'ldim, axloqdan foyda manfaatdan voz kechmaydi. To'g'ri. Islomda foyda manfaat aqidaga taqashmaydi, axloq taqashmaydi. Ya'ni shuni rioya qilgan shaklda ish harakatlar bo'ling deydi dinimiz. Xo'sh. Chunki Allohdan qo'rqadigan, durust bo'lgan, samim bo'lgan siyosiy arboblar xalqning ishini qilgan vaqtida yoki siyosiy harakat qilgan vaqtida Allah razı bo'lgan va vijdon rohatlanadigan ishni qilish lozim. Xo'sh. Ishdan keyin to'g'ri shu. Ham aksicha Allah razı bo'lgan yo'ldan chiqib ketsa, vijdoni, musulmonlik vijdoni uyg'un kelmaydigan yo'ldan chiqib ketsa, nima yuz bersa, bugungi zamonimizda yuqortilganga o'xshash nima yuz bersa, vaqtida hokimiyat beshiga chiqib olgan bo'lsin yoki siyosiy maydonning beshida bo'lsin, bularda shuhratparastlik, manmanchilik, fursatparastlik, mustabidlik degan o'sha bunday ahvollar shakllanib, mayli bo'lar kichik rais bo'lsin, mayli cho'ng rais bo'lib qolsin, o'zining nafsiga cho'q tortadigan bir holat shakllanadi. Kichik manfaatni ko'rib, yiroq manfaatni ko'rolmaydigan, balki kichik manfaatlar millatni do'zaxga kitirishga sabab bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Prinsipdan chatnagan vaqtida. Shunga buningga alohida diqqat qilishga to'g'ri keladi. Buningdan nimani xulosalay olamiz desa, siyosat bilan dinni ayirib o'tish mumkin emas. Shuningdek dinimizda siyosat bilan axloqni ayirib o'tish mumkin emas. Rahmat. Hakikaten bugün programımızda kısıklığı deb 3 savol chiqargan to'q, lekin tema hakikaten zil bir tema bo'lganligi uchun uzun vaqt ketib qoldi. Üçüncü bir sualimizda siyaset icra qilguvchilarda tepilishga tegishlik o'lchamlar, talab qilinadigan o'lchamlar haqida qisqa to'xtalib. Başta şunu eskertimizge, qarindoshlarimizga her bir musulmon, yani samimiy bo'lgan her bir musulmon İslam ko'rsatmalarining va prinsiplarininki har sohada tatbiq qilinishini yaxshi ko'rdi, orzu qildi. Sog'lom musulmon, sog'lom musulmon.
Unda bo'lgan ekan, ya'ni har bir musulmon bu shariat tatbiqlansa bo'ladi deb qaraydi ekan. Bu musulmon hammada ilgari o'zining hayotida bu shariatni tatbiqlashga oldirishi, amal qilish, kuch chiqarish lazım. Chunki shariatning 90% insonlarning shaxsiy hayot tatbiqlandi, 10% ishga 20% qismi hokimiyat orqali tatbiqlandi. Demak, men shariat bilan yashayman desa, birinchi bo'lib o'z harakat qilish lazım. Masalan, misol olaylik. Aqida kelgan chog'da tamoman insonning shaxsiy hayotiga bog'liq. İctimai davlat nimasi bo'lgan kimi? Shaxsiy hayotida bir inson aqidan bo'yicha yashamas, yashay olamiz, yashay olmaydi. Masalan, Turkiyada misol qilaylik. İbadet kelgan chog'da shaxsiy hayot bilan to'g'ri ibodat ma'nosi ma'nolansa ma'noladi. Axloq qismi kelgan chog'da o'zi shaxsiy ijro qila olamiz, ijro qila oladi. İctimai qism, ya'ni shaxsiy hayot munosabatlar xil ko'p narsalarni ijro qila oladi. Belki siyasi, hakimiyetki münasebetlik, devletki münasebetlik, iqtisod, bankki münasebetlik bazı bir meselelerde gücü yetmesi mümkün. Mesela cinayi işler icra qilish. O en ahir qismi. Ba'zida deydi ki, bu şeriatni icra qilish uchun darhallam aroq kechni darrov o'rib, o'g'rining qo'lini kesilsa bu şeriatni tatbiqlagan bo'lmaydi deydi. Men bularni qisqacha deyman, keyin to'xtalamiz bu temada. Bu jinoiy ishlar qonun shariatda bu dinimizning ya shariatning 6% tashkil qiladi faqat. Şeriatning 94% qismini qo'yib turib, bu 6%ni oldinga chiqarib olish bu ahmoqonlik yoki shariatni tushunmaganlik. Ya'ni bu jinoiy dastlabdan g'ochchi tatbiqlaydigan bir ish emas. Bu uningda ilgari nurg'un bosqichlarni bosib o'tib, nasihat qilib, tanqid qilib, tuzitib, anglitib, bo'lmagan chaqda sen bo'lmaydi ekansiz, endi qo'lgan oxirgi bir chora 6%. Bulanmagan yer kelgan chora qildi. U dastlabdan bizlarga nimani qilish maqsad emas. Ya'ni insonning hayotini qo'g'dash, insanın aklını qo'g'dash, insanın mal mulkini qo'g'dash, insanın hürligini qo'g'dash, insanın izzat sharafini qo'g'dash uchun tuzilgan, ya'ni qo'yilgan bir tuzumdan iborat bu jinoyatlar. Lekin eng oxirida ijro qilib, uningga shaxsiy hayotning nurg'un ishlar bor. Demak, shu o'g'lim, demak musulmon shariatni tatbiqlamoqchi bo'lsa, dastlabda o'zining shaxsiy hayotidan oila hayotini boshlash lozim. Bu muhim. Endi deymizki, siyosatni ijro qilgan kishilar o'lcham masalasiga kelgan deymizki, da'vat qilish, islomni tushuntirish, to'ntirish munosabatli ishlarda. Adliya, sudga aloqador ishlarda. Fatvo berish munosabatli ishlarda. Ideya ishlab chiqarishga munosabatli ishlarda. Va shuningga o'xshash boshqa diniy ko'rsatma ro'shan bo'lgan masalalarda buning o'ttirib chiqqan odamlar birinchi tapilishdagi shart samimiy bo'lish, ixlosmand bo'lish, taqvoli bo'lish shart. İkinci şart iqtidor bilan mahorat bularga nisbatan ikkinchi o'rin turadi. Bu bir nokta. Endi siyosiy masalaga kelgan vaqtida jamiyat boshqarish, davlat boshqarish, idora boshqarishga aloqador bu masalalarda kishilarning manfaatini ishga oshirish uchun, kishilarning hayotini to'g'ri tartibga solish uchun adalet birinci ölçem, kabiliyet, maharet birinci ölçem, ihlas, takvalet bu ikinci ölçem hesabı. Çünkü bu kayıt birden. Bu biraz Müşen bir kayıt değiş gerek kimiş. Nazik nokta ben dikkat etmem. Davet ki münasebet, yani İslam'la tanıştırıcı münasebet kişilerde. Adliya işlariga munosabatli kishilarda, fatvoga munosabatli kishilarda, ideya ishlab chiqarish munosabatlik va boshqa diniy ishlarda ixlosmand bo'lish, shu shaxsning taqvo bo'lishi, samimiy bo'lishi birinchi o'rinda, uning mahoratli, qobiliyatli, iqtidorli bo'lishi ikkinchi o'rinda. Masalan, misol olsak, birisida mahorati bor, qobiliyati bor, lekin uning ixlosi yo'q, samimiyati yo'q, dinni buzadi. Shuni chiqdi. Sening mahorating kabiliyetten ikinci oranda birinci olab sende ihlas, samimiyet, durust bo'lish lazım. Mesela biz fatva mesela bugungi hukumat mollalarni misol qilaylik. Dinni qalaymagan qilayotgan, sat ko'rsatayotgan, ilspas qilib hokimiyatga qo'chaq qilib turayotgan bir qism odamlar. Bularda bosh ihlos, taqvolik, samimiyat bo'lmaganligi uchun dinning ruhiga xilof ishlarni qilyapti. Biz bundan ba'zi allarni ko'ryapmiz. Albatta. Bizdeki bazı şeytanlar var, Uygurlar için bir kısım hükümet mollalar. Bunun kökeni var. Hem de bunun aksine
Hakimiyet münasebetli kişilerde, siyasetki münasebetli kişilerde, cemiyet başkuruş işler. Bu ne mi münasebet ise? İnsanların için tertip seliş, kişilerin fayda menfaatlerini hasıl kılıp ziyanını aldın eliş ve kişilerge bir adil bir tüzümünü şekillendiriş münasebet koyganlık için bu sahada birinci olarak nima şart qilinsa şu adamlarning qobiliyatli bo'lishi, iqtidorli bo'lishi, mahorat bo'lishi shart qilindi. Bularniki taqvo, yaxshilik bo'lish ikkinchi bosqichdir. Chunki asli maqsad nishon kishilarning ahvollarini to'g'ri shaklda tadbir qilish, ish qo'llash. Nimaga bu mahorat keldi? Masalan, birisini taqvo yaxshi, lekin kakammaydi, salohiyat yo'q, mahorat yo'q, qobiliyat yo'q. Uni g'achchida rais qilib qo'ygan bo'lamdi, hokim qilgan bo'lamdi, bo'lmaydi. Uningki taqvolik o'ziga, yaxshilik o'ziga, lekin haq foyda yetkazib qo'ldan kelgan kelmaydi o ish. Bundan bir misol olaylik, balki bu gap ba'zanlar biroz ig'ir ketishi mumkin. Xo'sh. İmam Ahmed'den bir shunday savol so'rabdi. Bir odam bor, o'zini ayt yaxshi, taqvo, lekin ojiz. Masalan, harbiy sahar misol olsak, lider bo'lishga, qo'mondon bo'lish misol olsak, birisini ayt taqvo odam, yaxshi odam, lekin qobiliyati, mahorati to'van bo'lsa. Xo'sh. Yana bir odam bor, liderlikka nomzod ko'rsatilgan, ya qo'mondonlikqa, fasiq bu. Lekin buningda qo'mondon bo'lishga qobiliyat va mahorat va salohiyat va bu ikki odamdan qaysini jihad qilmoqchi bo'lsak, boshqa temada emas, jihad temiz kelyapti. Amir qilishga, qo'mondon qilishga lider ikkisini qaysi yaraydi dedi. Qaysini tanlashimiz lozim degan Imom Ahmad bin Hanbal bunday javob berdi. Mahoratli, qobiliyatli fasiqni tanlab, shuning keyin jihad qilishga bo'ladi dedi. Mahoratli, qobiliyatli fasiqning keynida, ya'ni shuni o'zimizga qo'mondon qilib turib, rahbar qilib turib jihad qilishga bo'ladi dedi. Nima uchun degan vaqtda tushuntirib, bu fasiq kelsa, buningda mahorat bor. Buningda qobiliyat bor, tajriba bor. Buning qobiliyati, mahorati musulmonlarga foyda keldi. Ammo fasiqligi o'ziga hisob. Uning hisobini o'zi ko'rdi. Aning kuch-quvvatidan foydalanish, kuch-quvvati musulmonlarga foyda keldi. Endi yana bir odamni lider qilaylik, qo'mondon qilaylik dedingiz. U odam kelsa, o'zi taqvo yaxshi bo'lgan bilan mahorati yo'q, qobiliyati yo'q. Uning taqvoligi o'ziga hisob, lekin uning ojizligi bor. U ojizlik kim ziyon qildi desa, ummatga, millatga, askar ziyon qildi. Shu fasiqning kaynidan jihad qilishga bo'ladi deydigan bir fatvo bor. Bu bunga o'xshash nechalagan dalillar topiladi. Buning tafsilotini kitobdan ko'rib olasiz bo'ldi qarindashlar. Endi bu yerda payg'ambarimiz qarasak, payg'ambarimiz bu ijro qilgan ishlarga yoki bir odamni mansabga turg'izish yoki uning xizmat o'rnashtirmasini inchga zil muomala qiladi. Ya'ni payg'ambarimiz har bir mansabga, har bir maqomga shuning qobiliyati va yaramli odamlarni xizmatga o'rnashtiradi. Masalan, misol olsak, Xolid ibn Valid musulmon bo'lib bir necha oy o'tmay eng cho'ng yuqori darajada qo'mondon bo'ldi. Payg'ambarimiz unga alohida yuqori nom berdi, Sayfulloh al-Maslul. Xo'sh. Allohning qilichi. Bu 2 oy, 3 oy ismni qarashsa, shunchalik tarix o'tmay musulmonlarniki ilgari qo'mondonlardan oliy darajada qo'mondonga aylandi. Endi musulmonlarning ichida Abu Zarrga o'xshash bir shaxs taqvolikda Xoliddan yuqori, fazilatda undan yuqori, yaxshilikda undan yuqori bir shaxs meni bir vali qilib qo'ysalar, meni bir hokim qilib qo'ygan bo'lsa, meni bir shaxsga bir boshliq qilib qo'ysalar degancha payg'ambarlar rad qildi. Sen bu ishni qila olmaysan. Sen ojiz bo'lsan, ibodatda yaxshi, taqvolikda yaxshi, shaxsiy hayotda yaxshi, lekin ijtimoiy bir mas'uliyatni ustiga bir mas'uliyatni ustiga hodisdan chiqolmaysan dedi. Demak, sening taqvoliging boshqalarga hokim bo'lishga yetakchi bo'lish salohiyatiga dushturmaydi. Mayishning hodisdan chiqarsa, qiyomatga hisobda o'tsa, bo'lmas qiyomat kuni so'riqini versam deb uni ogohlantirdi. Natijada uningga bilan mansabni bermadi. Endi yuqorqilardan nimani bilalamizsa, bu hokim saylash masalasi yoki bir mas'ul saylash masalasi bir inchki o'lchamniki bo'lishining lozimligini yuqorqi ko'rsatmalardan bilib olgani bo'ladi. Bu nimda iborat esa, bir ishga mansabga qo'yilmoqchi bo'lgan bir shaxs qaysi bir sohada bo'lib qolsin, shu ishdan hodisdan chiqa oladigan
Şunun natija qazanalaydigan, milletiga, ummatiga o'zininki diniga bir foyda yetkazalaydigan, o'zininki millatini bir taraqqiy qildira oladigan, davlat kuch qo'sha oladigan bundaq shaxs bo'lib qolsa, shuni shu xizmat qo'yishga eng munosib. Bu ko'z qarashga asosan yuqori degandek bir odamning aqidasi, axloqi qarablam Xo'sh. uni mansabga qo'ygani bo'lmaydi. Chunki aqida bilan axloq bilan birlikda nima topilish lozim? Qobiliyat, mahorat, iqtidor topilish lozim. Shunga bu hukumat sohasida, siyosiy sohada vazifa tutmoqchi bo'lganlarda bu yerda mahorat, iqtidorga cheklanib qolsa bo'lmaydi. Mana mahorat va mana iqtidor buning cheklanib qolsa, balki buning qo'shimcha mas'uliyat, samimiyat, ishonchlik bo'lish buni shart qilish lozim. Bugungi jamiyat hayotimizga qarasak, bir qism ba'zi bir shaxslar boshqalarni qoyil qilsa tilinat yengil mahir. Xo'sh. Boshqalarni aldash kelgancha qo'yimchilikda usta. Siyosiy maydonga kirib olgan bir qismlar bor. Nima sababdan bo'lsin? Buni oldiga chiqib mas'ul rais qilish bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nima qilsa ishonch yo'q buningda. Buningda nima yo'q? Samimiylik yo'q. Shu bu yerda mahorat bilan ishonch, samimiyatimiz birlashtirish bu intayin muhim. Afsuski bugungi kunlikda ba'zilar mahorat va samimiyatsiz jamiyatni qalaymiqon qilayotganlarning ko'pincha mana mushu turdagi shaxslardan kelyapti. Bu yerda yana bir qistorma qilib askar tegishli masala bor. Xo'sh. Pulga munosabatli masalalarda, iqtisodiy ishlarga munosabatli masalalarda shuning mas'ul bo'lgan odamningki samimiy bo'lishi, durust bo'lishi, taqvo, ishonchlik bo'lishi, uning mahoratli bo'lishidan, qobiliyatli bo'lishidan, kasbiy bo'lishidan afzal. Pul muomalasida Xo'sh. yoki masalan bijma fondi qurildi deyli. İqtisodga munosabatli ishlarga mas'ul bo'lgan odamning samimiy bo'lishi, durust bo'lishi, ixlosmand bo'lishi, uningki kasbiy shaxs bo'lishidan, qobiliyat, mahoratli bo'lishidan afzal. Chunki bugungi dunyodagi eng og'ir darajadagi virus nima desa, iqtisodiy chiriklik. Xo'sh. Şoň bu ýerde iqtisod munosabat tutquzgachda eng sog'lom, eng ishonchli, eng durust odam bo'lsa, garchi u kasbiy bo'lib ketmasimi yoki u darajada yuqori darajadagi mahorat bo'lib ketmasimi. Buna diqqat qiling. Agar ikkisi birlashsa, durustlik bilan, samimiylik bilan, ixlos bilan, ishonch bilan qobiliyat birlashib qolsa, u taxi yaxshi. Demak, xulos kalam, musulmon siyosiyon, ya'ni islomga e'tiqod qiladigan bir siyosiy inson siyosiy harakatlarda, siyosiy faoliyatlarda o'zining aqidasining axloqini chetlab chiqib ketolmaydi. Chetlab chiqib ketmasi kerak. Xo'sh. Aqidasining axloqining ro'y bo'yicha faoliyat olib berish kerak. Chunki uning vazifasi kishilarga xizmat qilish, davlatni taraqqiy qildirish, vataniga xizmat qilish bilan birlikda musulmon bo'lish sharti o'rnatilsa, bu dinning ko'rsatmalarini, prinsiplarini himoya qilish, musulmon xalqqa xizmat qilish va islomning axloq qimmat qarashlarini bu musulmon xalqning orasida qanot yoydirishdan iborat. U mas'uliyat uning ustida bor. Musulmon bo'lib qolsin. Buni unutib qolmaslik lozim. Shuna bilan birlikda bu o'lim olimi diqqat qiladigan bir masala borki, bu siyosat foyda bilan ziyonni selishtirish ustiga qurilgandek, shuning bilan birlikda yaxshi ishning eng yaxshisini hosil qilish, yomon ishning eng yomonidan saqlanish ustiga qurilgan ulamiz qilish lozim. Bu ish yaxshi bo'lsa, nima ish qilmaydi deyish mumkin. Oldimizda 5 turlik yaxshi ish bor. Buni ulama balkim ya taqidaylar shuning birisini his qilgan bo'lishi mumkin. Ma yaxshi bo'lsa, nima ish qilmaydi. Siyosiy arbob agar u sog'lom fikrli, durust inson bo'lsa, naq maydonda bo'lganlik uchun nurg'un ma'lumot strategiklar qayanganlik uchun 5 turlik foydali ishni olib bilgan bo'lishi mumkin. U 5 turlik ishning ichida eng afzalini tanlashi mumkin. Ya an tanlasa faqih qo'yib, nima uchun man tanlamay an tanlaysinmi? Chunki foydali ishdan kim eng foydaliini tanlash, ziyon ishdan ama eng ziyondan saqlanish bu siyosatning taqozosi. Bunga diqqat qilish. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Tefsiri tushundirildi deb qarayman. Vaqtimiz bilan to'shib qoldi, shart to'xtasak. İnşallah davom qilamiz kelar. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib İslam Mabus programımızın 79. sanimiz müşahede ahirleşti. Din ve siyasetninki qandaq bir-birisi bilan bo'lgan munosabatning qanchalik muhimligi, hargizmi ayirib tushungiga qaraganda bo'lmaydiganligi, tushungan bo'ldik shunday qilib bo'libmi? Bugungi
en bazat yapıp atkan, davamlıq oturuğa koyulup durup atkan şeriat bugünkü zamanımızga maskenmeydi degендek bazı bir xatarlik fikirlerinin ki insanı imandan acıtıp taşıyan bir şumbu hikayelikini düşünüp ötken bulduk. Tefsilatını inşallah programdan beşit degендek bu kitabını okuşunlarını tavsiye kılımız. Tekrar tefsili halette düşünüş için bu meselelerini her kaysi kitapxanalarda var. Rabbim inşallah ömür verse aldığımızdaki sanda okşaş saatte görüşküce aman bu işte aldığımızdaki hepte görüşemeyekimiz rast çünkü kurban et bu kitapta inşallah seyşembe günü kurban et buluş ihtimallık yukarı hem şunun için aldığımızdaki perşembe günü görüş bilen masalımız mümkün haberimiz günü bu bilen muşu ekran Pegen şu aldığımız ki perşembe günü görüşemegeligimiz için kilovatkan mübarek kurban heyetanlarını bütün dünyadaki halkımızın istiklal ailesine namedin hem Çin kalbimizin tebriklerimiz Rabbim inşallah hoşal xoramlık içinde elbette hoşal xoram bağdak şeraitimiz vatanımızın üstündeki bu musibet sebebinin bulmagan bolsa lekin Rabbim Perverdigarımız bizge ikram kılgan, bizge hediye kılgan bu kurbaniyetini şunun layık şekilde ötküzüşümüz gerek. Rabbimizin hediyesi bu. Hoşal xoramlıkla ötküzüşünlerini tilektaşlık bildirimiz. Ustazamın gibi olsa bir evaz kurbaniyetlik. Kurban-ayet münasibetlerinin barlıq qarindaşlarını təbrikləyimiz. Kurban-ayet münasibetinin kəgərliki bizge yani bir ümmit var oluşumuzdan. Hoş. Takazzasını gösterdi. Yani gerçi beşimiz nurgun kabul koygan bolsam Allah Taala ümmit var olduğun küllerini bekitiş arkalık siz ümmitlenmanglar, özаңlarını taşlıp etmanglar, bel koyup etmanglar, muş arkalık bel bağlap Allah'a takımı bağlansanlar, Allah işinizden takımı asan kıpırdı diyen bu işaret bas gerek bizge ayetlerindeki davamlaşını. Şu an ümmit var boluşunu, özara qarindaşlarga yardım kılışını. Köpten rahmet. Kadirlik körülmelerimiz onda olsa inşallah ettin ki yani bir haftada okşay saati görüşküçe aman babayslar İstanbul'daki halkımızga bu ekrandan hetden 3. günü umumi hetleşiş programımız buldu. Zeytinburnu'ndaki sahil meydan yani belediyeninki şehirlik hükümetin meydanında. İnşallah barlık bala çağılarımız bilen çoğun küçük hem meydan katneşip bir yerge cem bulup qarindaşlıqning ki lezzetini his qilishga muyassar qilishni Allah'tan tileymiz. Hammalarni şu meydanga chaqiriq qilamiz İstanbuldagilarning, boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizning hayitini tabriklaymiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.